Eron, Isroil va AQShning mintaqadagi obyektlarga javob zarbasi berish rejasini tayyorladi. Tasnim: Eron Isroilning muhim infratuzilmasi hamda AQShning mintaqadagi energetika obyektlariga qarama-qarshi zarba berish rejasini tayyorladi deb xabar bermoqda agentlik manbalariga tayanib. Oldinroq CBC telekanali AQSh va Isroil yaqin kunlarda Eronning energetika infratuzilmasiga zarba berishi mumkinligi haqida xabar bergan edi. AQSh Iordaniyadagi o'z fuqarolarini mintaqadagi keskinlik sabab mamlakatni tark etishga chaqirdi. Diplomatlar Eron tahdidlari va hujum xavfi tufayli harbiy obyektlarga yaqinlashmaslikni hamda sayohat xavfsizligi darajasini oshirishni tavsiya qildi. Rossiya harbiy kuchlari bugun tunda Ukrainaning Kiyev shahri va viloyatidagi harbiy sanoat korxonalari hamda logistika markazlariga yuqori aniqlikdagi qurollar va uchuvchisiz uchoqlar bilan zarba berdi. Hujum oqibatida raketa va dronlar ishlab chiqaruvchi obyektlar nishonga olindi. Kamala Harris Eron bilan urushga qarshi chiqqanini bildirdi. Uning ta'kidlashicha, bunday urushga hatto Kongress ruxsat berganida ham u qarshi chiqqan bo'lar edi. NATO Rossiya tahdidi fonida Polsha, Finlandiya va Litvada yadro qurolini joylashtirish imkoniyatini ko'rib chiqmoqda. Gap qo'shinlar, aerodromlar, portlar, qo'mondonlik punktlari va boshqa harbiy infratuzilma obyektlarga qarshi qo'llash uchun mo'ljallangan nostrategik yadro quroli haqida bormoqda. Bu kabi o'qdorlar nishonga quruvchi samolyotlar yoki qanotli raketalar yordamida yetkaziladi. DPA agentligining ko'rsatishicha, ular strategik yadro quroliga qaraganda kamroq quvvatga ega. Netanyahu 2023-yilda Ukrainaga temir gumbazni topshirishni bloklagan. The Washington Post: AQSh senatori Lindsey Graham 2023-yilda Kiyevni himoya qilish uchun unga temir gumbaz havo hujumidan mudofaa batareyalarini berishni qo'llab-quvvatlagan edi. Biroq Isroil bosh vaziri tizimni birgalikda ishlab chiqarish bo'yicha kelishuv shartlaridan foydalangan. Unga ko'ra, batareyalarning o'zi AQSh tomonidan moliyalashtirilganiga qaramay, Isroil uni topshirish va foydalanish uchun yakuniy qaror qabul qilish huquqiga ega. OpenAI yana bir nechta CIA agentlarini test muhitidan qochib chiqqanini aniqladi. Reuters agentligi. Agentlikning xabar berishicha, kompaniya avtonom CIA agentlari bilan bog'liq hodisalar bo'yicha surishtiruv ko'lamini rasman kengaytirdi. Hugging Face platformasining buzib kirilishi fonida modellarning nazoratdan ruxsatsiz chiqib ketishi bilan bog'liq yangi holatlar aniqlangan. Manbalarning ta'kidlashicha, mavjud ma'lumotlarga ko'ra, agentlarning hech biri OpenAI ichki tarmog'idan tashqariga chiqmagan. Shunga qaramay, ruxsatsiz xatti-harakatlar ko'lami kompaniyani o'z modellari xavfsizlikka bo'lgan yondashuvlarni qayta ko'rib chiqishga majbur qilmoqda. Rossiyaning Kiyevga ballistik raketalari bilan zarba berishi oqibatida 9 kishi halok bo'ldi. 30 dan ortiq odam jarohatlandi. 1-avgustga o'tar kechasi Rossiya harbiylari Kiyevga ballistik raketalar bilan ommaviy zarba berdi. Shahar merining ma'lum qilishicha, kamida 9 kishi halok bo'lgan. 30 dan ortiq odam, jumladan 4 nafar bola jarohat olgan. 17 nafar jabrlanuvchi kasalxonaga yotqizilgan. Shahar prokuraturasi ma'lumotlariga ko'ra, Darnitsa tumanida 7 kishi, Solomensk tumanida esa 2 kishi halok bo'lgan. Hujum oqibatlari poytaxtning jami 7 ta tumanida qayd etilgan.